Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz. Mana navbatdagi issiqxonamizga ham keldik. Mana damlanadigan issiqxonamiz. Mana hozir yangi boshlandi. Damlash jarayoni ketmoqda. Damlash mana 2 minut ishlabdi. Hozir bu yerda damlanib ko'rishingiz mumkin. Mana issiqxona mana gullarigacha gullagan hozir. Hozir mana gradusini ko'rishimiz mumkin. 15 yer osti ekan. Yo, yer tepasi 15.3 ekan, yer osti 16.8 ekan. Havo namligi 56% ekan. Namlik. Bundan bo'ladigan bo'lsa, havo bokovoylar qishishga va yuqori siqishga bir-biriga havo o'tkazilgani. Xuddi mana qarshi tarafimizda ham bor. Bu tarafda ham xuddi yo'llar bokovoylar qishishga. Hozir yangi sinov jarayoni ketmoqda. Hozir yangi o'rnatilgan nasoslarni. Issiqxonamizga qancha ko'chat ketgan aka bu issiqxonamizga? 1800 ta ko'chat ekilgan. Sorti qanaqa aka bu sorti? Sulixan sorti ekan. Koreyskiy sortda. Mana xudo xolasa mana gullab yotibdi, mana gullarini ko'rishimiz mumkin. Aka bunga endi atableniya ham qilasizmi endi? Ana shunga atableniyaga qanaqa trubadanmi yo radiatordan qo'yasiz? Xitoy radiatoridan. Nechta qo'yasiz endi bunga? 4 ta yo 6 ta qo'yamiz. 4 dona 6 dona radiator qo'yasiz. Ko'mirli katul bo'ladi. Aqlli shu uch yonidagi katul. Mana ko'rishimiz mumkin. Xudo xolasa katul qo'ysangiz, mana quluplarni xudo xolasa mevasi ham pishakkan-da. Yangi yilga chiqaramiz. Yangi yilga o'zi pishib qoladi xudo xolasa. Bunga oga ayri ham qo'yasizmi changlatishga? Qo'yasiz. Xudo xolasa mana. Yo'lni ochish uchun ariyoz kiribdi. Hozir kunduz ochib o'tkaz. Issiqda ochib o'tkazsiz, o'zi ayrilar tashqaridan kirib. Oga ko'chatni nech puldan olgansiz? 3,5 mingdan ko'chat. Общий summasi 1800 ta dedingiz ko'chatni. 3 sotiqqa 1800 ta, sotiqqa 600 tadan. Ko'chat 3,5 mingdan bo'lsa nech pul bo'ladi? 7 million ko'chat. Mana salafangachi xarajat. 400 ming salaf. Kapelnisaga 1 million ketdimi? 5 milliondan oshib. Bar bacholar bilan. Nasos, bacho. Motor. Nasoslar bilan 5 million. Salafan bilan 6 million deylik. Ko'chat 7 million dedingizmi? Qashti 7 ga bor. 6 7 bo'lsa 13 million. Tbilisidan tashqari 13 million, to'g'rimi? 13 million bo'lgan. Tbilisimizga pashta salkam 40 million yaqin qurib berganmiz, 38 shunaqaga qurib berdik-a. Mana o'chib yonadi o'zi bu. Bu yerda timer bor. Bir tarafi ishlash jarayonini ko'rsatadi, bir tarafi dam olish vaqti. Dam olib o'zi ishlaydi. Avtomatik o'sha havo chiqib ketishiga qarab turib vaqt qo'yiladi. Ishlash vaqti bilan dam olish vaqtini qo'yiladi mana. Bunda necha marta sug'orasiz aka hozirgi kunda? 2 tonna suv. 2 marta ertadan kechqurun sug'orasiz. Bir sug'organda 1 tonnadanmi? Ertadan 1 tonna, kechqurun 1 tonna. Ozuqalar ham bor. Ozuqa qo'shib berib, tagida mana kapelnisalar ham ko'rishimiz mumkin. Hali bunga kasallik tushmadi. Xudo xolasa yaxshi, hammasi barglar yashirib. Vitaminlar yetishmay qolyapti. O'sha elementlar yetishmayapti. Bitta. Endi birinchi yil bo'lgani uchun biz ham birinchi yilga yomon emas, ammo ko'chatlaringiz yashnab turibdi, qora, yashil bo'lgan, qora zangor-ku. Hozir sizga agronom bormi yo o'zingizda agronom? Endi agronom bor. Ha. Agronomni maslahat so'rab turibmiz, lekin
Ko'proq o'zimiz qilyapmiz. Ha, ko'proq o'zingiz. Ha, tushunmagan joyimizni so'rayapmiz. Ha, tushunmagan joylaringizda. Endi o'zimiz ham dehqonmiz, Aha. ko'p narsasiga tushunamiz. Endi ba'zi bir tushunmagan joyimizni so'rayapmiz. Ha, tushundim. Bu suvni anaqasini ham o'lchadingiz bu isi pashi deydi-ku. Bu ozuqa bilan ko'tarilaverar ekan isi. Ha. Shunga bir so'raganimda shu barglar sarg'ayish bo'lganda shu isyenjicha ko'tarasiz deyilganda, nima bilan ko'taray desam, shu ozuqalarini qo'shsangiz ko'tariladi. Ko'tariladi. Endi yerda bo'lgani uchun boshqarish sal osonroq bo'ladi. Ha, stilajdan ko'ra. Ha, stilajdan ko'ra. Gidroponikada. Endi unda o'lchab turish kerak обязательно. Обязательно. Suvni anaqasini. Suv, isini, pH-ni o'lchab turish kerak. Seni hozir olamiz siz tashqari yashirilishlarni. Mana tashqarisi o'zi zombara bo'lish boshlabdi. Bu tarafini ham ko'rib qo'yamiz, yon tarafini. Hali bu yog'i hali pishmabdi ammo.